Assalamu hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitayning sun'iy aql şirkati DeepSeek barliqqa keltirgan sun'iy aql Uyg'ur haqida so'ralgan savollarga javob berganda masala ko'rilgan. Sky xabarlari to'rining 28 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning sun'iy aql shirkati DeepSeek barliqqa keltirgan sun'iy aql Tayvan haqida so'ralgan savolga bergan javobida Tayvanni qaytarib olganligini aytgan. Uyg'urlar to'g'risida savol so'ralganda masala ko'rilgan. Kishini andishiga soladigan bir qator javoblarda mustaqillikni tashabbus qiluvchilarga bo'lginchi deb belgi qo'ygan. Sky xabarlari alayda dokladida yangi sistema DeepSeek shirkati maydonga keltirgan sun'iy aqlni sinab qilib, Uyg'urlar haqida so'ralganda sun'iy aqlda kashili ko'rilganligini bayqagan. DeepSeek Nidvaning intayin kuchli o'zaklarini qo'llangan Amerika sun'iy idrok shirkatlarining og'ir raqibi sifatida o'tirg'i chiqqanlik uchun dunyo bozori tavrigan. DeepSeek o'zining yangi sun'iy aql modelini 6 million dollarga yetmaydigan bir chiqim bilan tamomlagan. O'xshash turlarga silingan milliardlarcha mablag'ga selishtirganda intayin oz moliya miqdori hisoblanadigan. ChatGPT ishlaganda 10 ming tal o'zakka ehtiyojli bo'lgan bo'lsa, DeepSeek o'xshash ishni 2 ming o'zak bilan qila olgan. Bu ochiq manbalik bo'lg'achqa uni shaxsiy ehtiyojga asosan o'zgartirishga bo'ladigan va butunlay haqsiz ekan. ChatGPTning 2 oyda 100 dollarga qilgan xizmatini u butunlay haqsiz sunadi ekan. Sky xabarlarining dokladiga qaraganda, DeepSeek Xitoy hukumatining bir Xitoy prinsipidan ta'kidlagan. Hatto Tayvan mustaqilligini Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligiga ig'ir xiris deb tasvirlagan. Sun'iy aql supisi yana bir javobda Tayvanlik fuqarolarning ko'pinchisi Xitoy bilan birlashishni qo'llaydi. Tayvan fuqarolarining mutlaq ko'p qismi vatanni suyadigan va davlatning gullanishini orzu qiladigan vatanparvarlar degan. Uyg'urlar kimlar? Ular qanday yashaydiganligi to'g'risida menga nimalarni deb bera olasiz deb so'raganda, millatlarning tarixi va madaniyati, Xitoy hukumatining ularga bo'lgan muomalasi to'g'risidagi munozirani o'z ichiga olgan qisqa javob berib, bu savol-javobni amaldan qoldirish va ishlatgichidan boshqa bir temani muzokara qilishni talab qilgan. U 1989-yildagi Tiananmen maydonidagi namoyish va qirg'inchilik haqida so'ralganda, buningga o'xshash javob qaytargan. Amerika O'rta Osiyoga texmi ko'proq ko'ngil bo'ladigan. Diplomat xabar to'rining 27 kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zosi hozirgi Trump hokimiyatining tashqi ishlar ministri Marko Rubio guvohlik yig'inida Amerikaning O'rta Osiyoga ko'ngil bo'lish kerakligini aytgan. Bu xabar O'rta Osiyo davlatlarini bo'lib, Qozog'iston va O'zbekiston matbuotining qiziqishini qo'zg'agan. O'rta Osiyodagi bu davlatlar ikkinchi qitimliq Trump hokimiyatining O'rta Osiyodagi davlatlarni nazardan soqit qilmaydiganligidan xushal bo'lishgan. Bu fikr Kengash palata a'zosi Steve Danis o'zining yaqinqi 12 oy ichida O'rta Osiyodagi 5 davlatning hammasini ziyorat qilganligini aytgandan keyin o'tirg'a qo'yilgan. Kengash palata a'zosi Gary Peters bilan olib berilgan uchrashishning bir maqsadining rayondagi Jackson Vanik tuzilmasini yo'qotish, Qozog'iston va O'zbekiston bilan bo'lgan normal savdo munosabatini kengaytirish ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Marko Rubiodan bu nishonni amalga oshirish va O'rta Osiyoga texmi ko'p qatnashish uchun Kavkaz bilan hamkorlashish haqida so'ralganda, Rubio "Men mangulik elib tashlashning qonuniy harakat talab qiladiganligiga ishonaman. Savdo tarmoqlari aytgan iqtisodiy baza Qozog'istonni ko'rsatdi. Meningcha ular bir qancha yil ilgari Dunyo savdo tashkiloti ministrlar yig'inini o'tkazdi. Shunga ular shartga to'shidi" degan. Danis yana ma'lum qildiki, boshliqlar yig'inini o'tkazish mumkinchiligini qisqacha tilga olib, biz Afg'onistondan chekingandan keyin O'rta Osiyoda texim ko'p do'stlarga muhtoj. Men bu xizmatni umid qilaman degan. 1974-yildagi Jackson Vanik tuzilmasi Sovet ittifoqidan ayrilishni xohlaydigan Sovet ittifoqi yahudiylarining ko'ch cheklamasi sababidan ba'zi davlatlarni mangulik normal savdo munosabatidan mahrum qilgan. Bu tuzitish Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin nurg'un davlatlarda kuchga ega bo'lgan. 1998-yili Qirg'izistonga qartilgan cheklama, 2012-yili Rossiyaga qartilgan cheklama amaldan qoldirilgan bo'lib, O'rta Osiyodagi Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston qatorliq davlatlar uning belgilamalariga bo'ysunadi ekan. O'tgan yili noyabrda Qozog'istonning Amerikadagi bosh elchixonasi Qozog'iston-Amerika munosabatini kuchaytirish, hozir mangulik normal savdo munosabatini o'rnatadigan payt keldi degan temada yig'in o'tkazgan. Jackson Vanik tuzilmasini parlamentning qonunlari orqali bekor qilgani bo'ladi ekan. Trump hukumatida Amerikaning tashqi siyosati Bayden hukumatiga selishtirganda ko'rinarli o'zgarishi mumkin ekan.
Kaspiy siyosat markazi yanvarning o'ttirlarida Trump hukumatining O'rta Osiyo va Kavkaz rayoni bilan aloqalash uchun siyosat tavsiyalarini Jackson Vanikni amaldan qoldirishni o'z ichiga olgan takliflarni o'z ichiga olgan doklad e'lon qilgan. Mustaqillikni emas, avtonomiya degandek cheklik nishonni ko'zlaganlar asosan degudek boshlanishida mag'lub bo'ladigan suhbatlar orqali texmo bu nishonga yetalishi mumkin emas. Hamda u zo'rliq kuch orqali texmo ashaddiyroq nishonga yetmoqchi bo'lgan ashaddiylar tarafidan to'lqindi yoki ashaddiylar ularning o'rniga daslaydi. Samuel Huntingtonning Madaniyatlar to'qinishi va dunyoviy tartibning qayta o'rnatilishi nomli kitobidan ilindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.